Assalomu alaykum barchaga. Bugun xudo xolasa 25-oktyabr sanasi bo'yicha Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi Optimum yem bazadan narx-navolarni, mahsulotlarni tanishtirib o'taman sizlarga. Birinchi bo'lib arpalarga o'tsak, arpalarimiz oq arpa bo'ladi. Sifatini ko'rishingiz mumkin. Noto'g'ri urug' degan narsani o'zi-yu, donlari to'q bo'ladi. Bu arpalarimiz urug'likka ham tushadi. Narxi 3550 so'm. Toza, quruq arpamiz. Bu yerda korimlarimiz bor. Bu основной ves berish uchun 40 kg xaltada bo'ladi. Narxi 140 ming so'm. Ana endi sigirlar uchun moslashgani bor. Bu ham 40 kg bo'ladi. Bu sut ko'paytirishga asosan moslashgan. Kepaklarimizni ko'rishingiz mumkin. Eka korim kepagi 25 kg dan xaltalangan bo'ladi. Telegram kanalda biroz oldinroq kepak narxlari ko'tariladi. Olib qolishga ulguringlar dedim. Kepak narxlari ko'tarilgan hozirda. Buning narxi 66 ming so'm. Bahor kepagi ham bor. Uning narxi 65 ming so'm. Kepakning sifatini ko'rishingiz mumkin. Toza kepak bo'ladi. Hech qanaqangi qo'shimcha balo battarlar yo'q bunda. Bu yoqda kunjarlarimiz xaltalab qo'ygan 35 kg dan kunjaraning sifatini ko'rishingiz mumkin. Toza kunjara bo'ladi. Bir chigitdan qilingan. Buning narxi 25-oktyabr sanasi bo'yicha 4800 so'm bo'lib turibdi. Balkim narx-navolar o'zgarib turishi mumkin. 4800 so'm ichiga ortib berish, xaltalash kiradi. Katta tonnada olaman degan mijozlar uchun narxidan o'tib beramiz. Dastlabki xizmatlarni ham qo'shib beramiz. Ya'ni 7 tonnadan ziyod oladigan mijozlar uchun, ya'ni minimalni 7 tonna oladigan mijozlar dastlabki xizmati ham qo'shiladi. 12 ta viloyatga. Ana endi kepaklarimizni yana ham ma'lumot berib o'tsam, kepaklar asosan bizga Toshkent, Qozog'iston chegaradan kirib keladi. Kim Samarqand Paxtachi yo'nalishida, ya'ni Toshkentdan Samarqand Paxtachigacha bo'lgan masofada trassani ustidan qabul qilib oladigan mijozlar uchun dastlabki xizmatlari tekin. Bizni o'zimizni skladdan nechidir million so'mga dastlabki qildirgandan ko'ra trassani o'zidan tekinga qabul qilib olgan ancha cho'ntakka zarar qilmaydigan bo'ladi, ya'ni hamyonbop bo'ladi. Ana endi siluslarimizga keladigan bo'lsak, silusda 20 kg dan xaltalangan bo'ladi. Buning narxi 15 ming so'm. Mahalliy o'zimizning silus. Xo'p, ana endi tuzlarimiz da bor. Tuzlarimizni Telegram kanaliga narx-navolarni aytib o'taman. Boyna 65 ming so'mdan bo'ladi degan kepagimiz, bahor kepagi. Bu nisbatan kattaroq. Bu eka korim nisbatan maydaroq bo'ladi. Razницasi bu 65 ming so'm, bu 66 ming so'm. 25-oktyabr sanasi bo'yicha. Mochkalarimizni ko'rishingiz mumkin. Qora un deydimi? O'shanaqa. Bu 30 kg xaltada bo'ladi. Narxi 95 ming so'm. Boya ko'rsatib o'tgan korimlarim. Bunda 15 xil mahsulot qo'shilgan bo'ladi. Ya'ni bittasi asosan sut ko'paytirish uchun, bittasi asosan vazn oshirish uchun moslashgan bo'ladi. Kimga optim narxlarda mahsulotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Kunlik narx-navolar bilan qiziqadigan mijozlar uchun Telegram kanalimiz yozib qo'yamiz. O'shandan bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi. Manzilni qaytadan tushuntirib o'taman. Manzil Samarqand viloyati Paxtachi tumanida. Perezdan chiqqanda paxta zavodi bor. Paxta zavodi yonginasida bizning skladimiz.